o'zim san'at ahli. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Ya charchamayapsiz. Bobujon. Assalomu alaykum. O'rtoq. Sizlar yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ya assalomu alaykum hurmatli azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Bugun mana san'at ahli Sanjarbek akamiz Ergash, Abrobek akam o'zlari bilan birgalikda xo'p, ozgina ko'rishib qoldik. Hozir sababi har bitta narsaga sabab bo'ladi. Qo'rg'ontepa bir juda ham bir go'zal shaharga aylanibdi mana. Yig'ilishimiz sababi Sanjar aka yangi ishga kirdingiz-a, Xudo xolasa. Inshaalloh. Xalq oldida mana aziz muxlislar oldida va'da beryapti. Ertaga soat 18:00 da chuchvarami oshxonami? Ko'k chuchvara. Ko'k chuchvaraga inshaalloh yaqinlar kelaverasizlar. Men Sanjar akamning nomidan taklif qilib qo'ydim. Nima deysiz endi, Abor aka? Rahmat. Fikriga munosabat. Boburjon to'g'ri gaplarni gapirdi. Hech ham noto'g'ri gapirmaydi bu. Hamisha to'g'ri gapirib kelgan. Endi Sanjarbek ko'kchuchvara mendan deyapti, biz yo'q desak uyat bo'ladi-da. 18:00. 18:00 da. Kutamiz Xudo xolasa hammanglarni. Sog' bo'linglar.